Diqqat teleboshlovchi Nilufar Sotibaldiyeva hammani hayratda qoldirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Teleboshlovchi Nilufar Sotibaldiyeva tug'ilgan kuni munosabati bilan o'ziga qimmatbaho avtomobil sovg'a qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda boshlovchining BMW rusumdagi yangi avtomobil xarid qilgani aks etgan videolar keng tarqalmoqda. Tarqalgan lavhalarda Nilufar Sotibaldiyevaning yangi avtomobili bilan tushgan quvonchli lahzalari aks etgan. Kuzatuvchilar va muxlislar esa videolarda faol munosabat bildirmoqda. Izohlarda boshlovchining yaqinlari va muxlislari uni tabriklab, samimiy tilaklarni yozib qoldirishmoqda. Ayrim foydalanuvchilar Nilufar Sotibaldiyevaning mehnati va muvaffaqiyatlari evaziga shunday sovg'aga erishganini ta'kidlashmoqda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.